o'zbekchasiga shunchaki o'z yurtimni sog'indim deyish mumkin. Lekin Muhammad Yusuf she'rida o tamakonim, onajon o'lkam, O'zbekiston, jonim to'shay soyangga. Sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, remnalishmasman bedapoyangga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar. Qayga borsam turar boshni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin, yo xudbinman, yo bir sodda kasbam men. Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin, ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat. 3 kunda sog'insam nima qilayin, chalaqolar bo'ldi barcha sayohat. Bildimki, baridan ulug'i o'zing. Bildimki, aziz shu tuproq menga, bahorda baxmalda tug'ilgan qo'zing arab ohusidan ulug'roq menga. Sen bilan o'tgan kun bayramdir vazim, sensiz biron qolsam vahmim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi deymiz.